Yonboshga ukol olishda asorati Ortiqali aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz doktor? Aka keling. Yonboshga istimachi qo'l ukol oldim aka. Hozir bitta oyoq cho'ta yaxshi bas. Shunga nima deysiz? Sizga uchrashim O'tiring. Aka siz meni tashxisim bo'yicha yonboshga ukol olganingizdan so'ng o'sha aynan quymish nervi, ya'ni o'tirg'ich nervini zararlangan. Buni bizda yaxshigina ikkita apparatimiz bor. Buni yechimini topsak qulay. Ko'rsatasizmi? Ko'rsataman. Ketdik. Demak, Ortiqali aka mana shu apparat-a? Bu Germaniyadan kelgan Zimmer magnit apparatimiz. Bu oxirgi paytlarda eng zamonaviy apparatlardan biri. Bu asosan o'sha zararlangan quymish sohadagi nervni joyiga qo'yilsa, bu apparatda o'sha nervdan impuls o'tishini ta'minlab beradi. Keyin oyoqda o'sha sezgi holati, harakat sistemasida tiklanish ro'y beradi. Regeneratsiya vazifasini bajarib beradi. Impulsni nervdan o'tishini ta'minlab beradi. Yosh kattalarimiz shu oyog'ida, bo'g'imlarida og'riqlar bo'lsa ham, oyoqda tiklashda kelib mana shu muolajani olsa bo'laveradi. Bitta muolajasi necha pul? Hozirgi kunda bu shaharlarimizda qimmatroq, lekin biz qishloq joydan kelib chiqib, bir muolajamiz 100 ming so'm etib belgilangan. Necha marta kelsa, xudo xolasa zo'r bo'ladi oyoqlarimiz. O'rtacha bemorlarimiz 10 kun yotsa, 10 kun oladi. Tamam.